Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomi muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch ato etsin. Qalbingizni Alloh, tilingizni bismilloh, dilingizni iymon, qo'llaringizni Qur'on hech qachon tark etmasin. Hayotingiz davomida sizga Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati, iymon halovati, til salovati, aql shijoati, oxirat farog'ati, sabr qanoati, baxt saodati, tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin. Sizni va yaqinlaringizni kirib kelayotgan muborak ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizga bu hayitni muborak aylasin. Baxtli hayit bo'lishini, saodatli hayit bo'lishini, hammamizga quvonch, xayr, baraka, yaxshilik ulashadigan hayit bo'lishini nasib etsin. Barchalaringizni yana bir bor chin qalbdan bu buyuk bayram bilan muborakbod etaman. Hammalaringizga faqat yaxshilik, taqvo, Allohning yo'lida sobit qadam bo'lishlik, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlik sharafini tilab qolaman.